Muzeyimiz bizning Bobay Otarning muzeyi. Endi ochilganimizga 4 yil. 21-iyulda 4 yil bo'ldi muzeyimiz ochilganga. 17-asrdan boshlana shu muzeyda bizning nechik ota-bobolarimiz, abi-bobolarimiz yashagan, nechik ko'rgan narsa bilan shug'ullanganlar borsida shog'ila. Biz balalarga barsında ko'rsatib, bu yoqdan bizning obzorlarimiz, saroylarimiz, bunchalarimiz, kilatlarimiz, bu yoqdan endi uylarimiz. Birinchi 17-asrdan boshlanan uyimiz. Ol endi mana shu shunday shitani bo'lgan, shitanilik bo'lgan. Şitanida yaşaganlar, onun dışında içinde sular, жылы bütün için, biz endi salamadık, balalarga ko'rsatish uchun nechik yaşaganlar, nechik ishlangan bu uy balalar bilsin deb, shunga biz salamadık. Mana ishine kirib qaraymiz. İşte endi bizning eksponatlarimiz butunisida şın eksponatlar. Mo'ylajlar yo'q biz qizlarmında. Biz nende eksponatlarimizni eski tabarga tirishdik. Mana shu 1-17-asrning uyini qo'ydik. Ko'rib turasiz, qo'ldan yasalgan barliq tepanlarimiz, babalarimiz yasagan bitindi mana. Onun içinde, yorma içinde, yumurtqada salganlar, moyda salganlar, ana sütde salganlar. Bütün narsada ağaçtan ishlangan bo'lgan. Ko'rib turasiz, onun içinde, ekmek pişirib içinde ko'slar deb ataymiz, yo'lpish deb ataymiz. Sekide yoklaganlar, miş bitinde обязательно bo'lgan, miş endi aşarga pişirish uchun ham uyni жылытуу uchun kerak bo'lgan. Bütün narsani da mişda pişirganlar, mana shu turib yashaganlar. Endi o vaqtda yer edenler bo'lgan. Biz yer eden yasay olmadik. Bizning bunda balotiste o'rin. Azrak yomg'ir yog'sa suv ko'tariladi. Shunga ko'ra terzalar bo'lmagan. Terza qorindan ishlangan, mol qorindan. Ana endi siz istoriyani o'qib bilasiz, tarixni nechik bo'lganini. Shunga ko'ra bunda mana biz yasab qo'ydik. Piyala qo'yildi. Men qorindan yasab qo'ydim. Mana turklar olib ketdi-da, ikkinchi kunni men yasab matashmalim. Yabam. Anan endi saman ko'rib turasiz. Saman 19-asrniki. Saman endi bizning abilarimizning anda qo'l ishlari 100 yıllık 100 yıllık şarşovlar, 100 yıllık dastımallar, saman kirpişini indi siz bir yaxşı biləsiz nechik yasaganlarım. O var tik faqat balçıq bilan salamdan yasalgan. Ko'rib turasizmi? Ana şuşunda birga butab, balıqlarga solib, keptirib, как шлака bo'lib ko'rasizmi? Mana shu bu saman uy o'zi жылы. Qish mana kuzning salqinida kelsam ishinde жылы. Nede jeykini salqın. Masa endi bizning qishqi saroy deymiz. Ne uchun qishqi saroy? Chunki uning ishidan silanib qo'yilgan. Atigisi jeygi saroy, uning ishidan og'ish qo'yirsindan gina tishlanilgan. Shunga ko'ra jeygi saroy deymiz. Kerak-yaraq, yurt kerak-yaraqlari ko'rib turasiz, arbalarning mendegina yo'q. Burani tashirish uchun furman deb ataymiz. Masalan, mana salam pichan olib qaytarish uchun soban ne uchun kerak ekanini bilasiz. Kashovka masa. Masa endi bunday arba, atigisi tarantas. Tarantasni endi men balalarga aytam. Nashalstoning Volgasi deb. Mana masa endi qora mushamiz. Qora mushani endi siz bir yaxshi bila turgansizdir. Ne uchun qora musha? Qora musha ul murjasi yo'g'ani. Shunga ko'ra qora musha deb ataladi. Chunki bütün sarı, bütün kurum, işke çığa, en şifalı muşa dip belgelerinden. Şundan da şulayım.